هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 6. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Maide suresi 6. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, sizler taharetsiz bulup namaz okumakçı bulup turğuninglarda yüzünglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Tahorat ilishqi buyurish to'g'risida. Namoz o'qimoqchi bo'lib turguninglarda, ya'ni namoz o'qimoqchi bo'lganda tahorat ilishqi buyuriydi. Tahorat ilish tahoratsiz kishiga farz, tahorati bor kishiga mustahabdir. Her bir namozga bir tahorat ilish islomning dastlabki mezgildagi farz bo'lib, keyin amaldan qoldirilgan degan ko'z qarashlarmi bor. İmam Ahmad Sulaymon ibn Buraydaning dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom har namozga bir tahorat oladi. Mekke fathi qilingan kunda oyig'iga masih qildi. Hamda shu kunki 5 vaqt namozni shu bir tahorat bilan o'qidi. Buni ko'rgan Umar radhiyallohu anhu, ey Allohning payg'ambari, sen burun qilib boqmagan ishni qilding-ku, sen burun qilib boqmagan ishni qilding-ku deb so'raganda payg'ambar alayhisalom, ey Umar, bu ishning durustligini bildirib qo'yish uchun qasdan shunday qildim deb javob berdi. Bu hadisni İmam Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Nasa'i ve İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam İbn Jarir Fazl ibn Mubashshirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Jabir ibn Abdullahning bir tahorat bilan 5 vaqt namoz o'qiganligini ko'rdim. U tahorati sunganda qayta tahorat ilib oyog'iga masih qilgan edi. Men uningga, sen bu ishni o'zingchilik qilyapsan deb so'radim. U, yo'q, men payg'ambar alayhissalom shunday qilganligini ko'rgachga shunday qildim deb javob berdi. İmam Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning o'g'li Ubaydullahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men dadam Abdullahdan mayli tahorat bo'lsin bo'lmasin, nimaga asosan her bir namazga qaytadan tahorat olasan deb so'rsam, men tahorat bo'lsin bo'lmasin, nimaga asosan her bir namazga qaytadan tahorat olasan deb so'rsam, u Zayd ibn Hattobning qizi Asma Abdullah ibn Hanzalaning mundaq deganligini so'zlab bergan edi. Payg'ambar alayhissalom mayli tahorati bo'lsin yoki bo'lmasin, her bir namazga yangidan tahorat elishga buyurilgan edi. Bu ish uningga
ig'ir kelib edi. Har bir namozga misvak ishlatishga faqat tahorati sunğandila tahorat elishga buyurildi. Abdullah ibn Umarning o'g'li Ubaydullah: "Dadam har bir namozga yangidan tahorat elish ig'ir kelmaydi deb qarab, toki vafot bo'lguncha shunday qildi" dedi. deydi. Köplagan olimlarning qarashicha Abdullah ibn Umarning bu ishni toki vafot topguncha davomlashtirishi bu ishning mustahab ekanligini ko'rsatdi. İmam Abu Davud Abdullah ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom xaladan chiqqanda oldiga tamoq keltirildi. Ba'zilar tahorat elishing uchun suv keltiraylikmi deganda Payg'ambar alayhisalom: "Men faqat namozga turmoqchi bo'lganda tahorat elishga buyurildim" deb javob bergan. İmam Muslim Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Payg'ambar alayhisalom bilan birga edik. U xaloga berib kelgandan keyin tamoq keltirildi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, tahorat almamla" desak, Payg'ambar alayhisalom: "Men hozir namoz o'qimaydigan tursam, nemish tahorat alg'udakman" dedi. Tahorat alganda niyat qilish va bismillah deyish to'g'risida. Ey mu'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turganinglarda yuzinglarni yuyinglar. Bu oyatni az bir turkum ulamolar tahorat elishga niyat qilishning farz ekanligiga dalil qilishgan. Chunki oyatda yuzinglarni yuyinglar deyilgan. Asli bu oyatning ma'nosi namoz uchun yuyinglar deganlik bo'ladi. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Amallarga javob berilishi yoki berilmasligi niyatga bog'liq. Shundaqla har qanday odam niyat qilgan narsasiga erishadi. Tahorat elishdan burun bismillah deyish sunnatdir. Hadisda bir qancha sahobalardan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tahorat alganda bismillah demasa, algan tahorat hisoblanmaydi. Tahorat oladigan suv agar das yoki kupga o'xshash narsalarga qochilangan bo'lsa, uningga qo'lini tiqib tahorat elishga to'g'ri kelsa, avval qo'lini pokiz yuvitish lozim. Bo'libmi, uyqudan uyg'onganda shunday qilish kerak. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning biringlar uyqusidan uyg'onganda qo'lini 3 qitim yuvib etmagicha qo'lini qat'iy suvga tiqmasin. Chunki u kishi uxlaganda qo'lining qayerda turib qolganligini bilmaydi. Yuzini yuvish masalasiga kelsak, yuzning yuyiladigan doirasi fiqhshunos olimlarning qarashicha boshning choch ungan joyidan tortib toki enakcha va ikki quloqqagacha bo'lsin. Agar taqirbosh odam bo'lsa yoki peshonasiga choch ungan odam bo'lsa, tahorat oladigan odatdagi odamlarning choch unadigan yerini o'lcham qilib yuydi. Saqalni aralash to'g'risida İmam Ahmad Abu Vailning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Osmanning tahorat olganligini, yuzini yuvganda saqalini 3 qitim aralaganligini, qo'lini yo'l qilib saqalining orasini silab qilganligini ko'rdim. U: "Men Payg'ambar alayhisalomning mushunda qilganligini ko'rgan edim" dedi. Tahoratning qandoq ilindiganligi to'g'risida İmam Ahmad Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq qilganligini rivoyat qildi. Abdullah tahorat olganda oldi bilan qo'lini yuvdi. Ondan og'ziga suv ilib chayqab bo'lib, burniga suv oldi. Ondan yuzini yuvdi. Ondan o'ng qo'lini jaynikigacha yuvdi. Ondan sol qo'lini jaynikigacha yuvdi. Ondan beshiga masih qildi. Ondan o'ng putini yuvdi. Ondan sol putini yuvib bo'lgandan keyin men Payg'ambar alayhisalomning mushundaq tahorat olganligini ko'rgan dedi.
Bu hadisni imom Buxoriy rivoyat qilgan. Qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar. Ya'ni qo'linglarni yuvganda jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar. Tahorat olg'uchi qo'lini yuvganda jaynikining ustini qo'shib yuyishi mustahabdir. Buning dalili imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni mening ummatim tahorat olganlikdan yuzlari va qo'llari otning qashqisidek nurli qoldi keladi. Kimki nurg'un yerlarini kengaytirsa, kimki nurliq yerlarini kengaytirsin. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men do'stim Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Tahoratning suyi qayergacha borgan bo'lsa, mu'minning qiyomat kunidagi zinnati shu yergacha bo'ladi. Beşinlarga mesih qilinglar. İmam Buxoriy va Muslim Amr ibn Yahya Mazinining dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Amr ibn Yahya'nın çoğun dadisi ve Peygamber aleyhisselamның sahabelerden bo'lgan Abdullah ibn Zeyd'den bana Peygamber aleyhisselamның qandaq taharet alganligini ameliyetin bilen köstüp qo'ya olamsan deb so'radi. Abdullah o kişiga ma'qul bo'lib taharet suyu keltirdi. Qo'lini ikki qitimdan yuydi. Ondan ağzını 3 qitim çayqadı. Burnuğa 3 qitim su aldı. Ondan yüzünü 3 qitim yuyup bolup, kollarını ceynikigiçe 2 qitim yuydu. Kolunu yol qılıp, beşini peşanesi tarafından gədinigiçe, ondan gədinidən peşanesi silidi. Ondan tutunu yuydu. Peygamber aleyhisselamның muşundaq taharet alğanlıqı Ali ve Miqdam qatarlıq sahabelerden mu rivayet kılıngan. Bu hadis başının hem yeriga toluq masih qilishning farzligini ko'rsatadi. Abdurrazzaq Hamron ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Men Osman ibn Affonning mundaq taharet alganlıqını ko'rgan edim. U qo'lini 3 qitim yuydi. Ondan og'zini chayqab burniga suv oldi. Ondan yuzini 3 qitim yuydi. Ondan o'ng qo'lini jaynikigacha 3 qitim, so'l qo'lini jaynikigacha 3 qitim yuydi. Ondan beshiga masih qilib bo'lib, o'ng putini 3 qitim, so'l putini 3 qitim yuydi. Men Payg'ambar alayhisalomning xuddi men hozir olgandek taharet ilib bo'lib mundaq deganligini angladim. Kimiki mening mushundaq taharet alganimdek taharet elib, ondan hech narsani o'ylamay 2 rakat namoz o'qisa, barliq gunohlar kechirildi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Davudning hadis kitobida Osman radhiyallohu anhuning taharet elishi bayon qilinib kelgan hadislarda beshiga 1 qitim masih qildi deb kelgan. Putni yuyishning farzligi to'g'risida. Putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Ko'pincha salaf olimlarining ko'z qarashida putni yuyish farzdir. Putni yuyishning farzligini bayon qilib kelgan hadislar. Yuqorida Osman va Ali radhiyallohu anhuma qatorliq sahobalardan qilingan rivoyatlarda Payg'ambar alayhisalomning tahorat olganda putini 1 qitim, 2 qitim yoki 3 qitim yuvganligi bayon qilinib keldi. Oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning 1 qitimlik safarimizda Payg'ambar alayhisalom orqamizda qilib qoldi. Biz asr namoziga tahorat elib putlarimizni yuyayotgan vaqtimizda Payg'ambar alayhisalom yetib keldi va bizga tahoratni to'liq elinglar, to'liq yuyilmagan tapanning oqisi o't azobida qoladi.
o't azobiga qoladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Bayhaqi va Hakim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Tapanning oqisi va putning osti o't qoladi. Imom Muslim Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi tahorat elib putidan tirnoqchilik joyi yuyilmaganda payg'ambar alayhisalom buni ko'rib qaytib tahoratini to'liq olgan dedi. Imom Bayhaqi Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi tahorat elib payg'ambar alayhisalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhisalom uning putidan tirnoqchilik bir joyining yuyilmay qolganligini ko'rib u kishiga qaytib tahoratini to'liq elib kel dedi. Yana İmam Ahmad payg'ambar alayhisalomning ba'zi ayollarining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom namoz o'qiyotgan bir odamning putidan tangichilik bir joyining yuyilmay qolganligini ko'rib, uni tahoratni qayta ilishga buyurdi. Imom Abu Davud rivoyat qilgan hadisda tahorat ilishga va namozni qaytadan o'qishga buyurdi deb bayon qilingan. Barmoqlarining orasini yuyishga buyurganlik to'g'risida. Hamronning Osman radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning tahoratni qandoq olganligini bayon qilgan hadisida payg'ambar alayhisalom barmoqlarining orasini oralab siladi deyilgan. Tirmizi, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Luqayd ibn Subrining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, menga tahorat ilish haqida so'zlab bergan" dedim. Payg'ambar alayhisalom menga: "Tahoratni to'liq ol, barmoqlaringni oralab sila. Ro'z tutmagan chaqda suvni burningga to'liq ilib, qattiq mishqirgin. Ikki o'takka masih qilish to'g'risida." Imom Ahmad Aws ibn Abu Awsning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning tahorat olganda 2 oyog'iga masih qilib, ondan namozga turganligini ko'rdim. Abu Davud Aws ibn Abu Aws radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning xoli joyga kelib kichik tahorat qilgandan keyin tahorat olganda 2 putiga masih qilganligini ko'rdim. Imom Ahmad Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Maida surasi nozil bo'lgandan keyin musulmon bo'ldim. Musulmon bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalomning oyog'iga masih qilganligini ko'rdim. Imom Muslim hammomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jarir kichik tahorat qilib bo'lib, tahorat olganda 2 o'tigiga masih qildi. Uningga "Mushunda qilamsan?" deyilganda u men payg'ambar alayhisalomning kichik tahorat qilib bo'lib, tahorat olganda 2 oyog'iga masih qilganligini ko'rgan edim dedi. Amash İbrahim Naxaining mundaq deganligini rivoyat qildi. Jarir Maida surasi nozil bo'lgandan keyin musulmon bo'lg'achqa olimlar uning bayon qilgan hadisiga nihoyat e'tibor bilan qaraydi. Oyoqqa masih qilishning durust ekanligi payg'ambar alayhisalomning so'zi va harakati orqali bayon qilinganligi, shaklanishga bo'lmaydigan hadis rivoyat qilish yo'li bilan bayon qilindi. Suv tepilmaganda yoki kasal bo'lib qolganda tayammum qilishga bo'lganlik to'g'risida. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib
suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pak tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Bu vaqtda biz Nisa surasidagi oyatning tafsirida to'liq to'xtalib o'tgan edik. Ham biz u joyda tayammum oyatining tushish sababini bayon qilgan edik. Shunga so'zning uzrab ketmasligi uchun bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Bu joyda Imom Buxoriyning Aysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan mushu oyatga xos bir hadisni keltiramiz. Aysha radhiyallohu anha bunday deydi: biz Madinaga ketayotganda Bayda degan joyda mening bir bulabkam tushib qoldi. Shunga payg'ambar alayhisalom to'gisini cho'ktirib tushib bulabkamga beshini qo'yib yotdi. Afwan. Shunga payg'ambar alayhisalom to'gisini cho'ktirib tushib yotamga beshini qo'yib yotdi. Bu chaqda dadam Abu Bakr kelib, maydamga qattiq bir noqib, bir bulabkini deb hamma kishilarni to'xtatding dedi. Payg'ambar alayhisalom yotamda yotganligi uchun men izodan o'lay dedim. Dadamning meni noqilgan yeri qattiq og'rib ketgan edi. Keyin payg'ambar alayhisalomni uyg'ondi. Tongmi otdi. Payg'ambar alayhisalom tahorat elish uchun suv izdigan edi, suv tepilmadi. Shuning bilan Alloh taolaning agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pak tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar degan oyat nozil bo'ldi. İbn Huzayr: ey Abu Bakr jamoati, Allah sizlar orqali kishilarga barakat va qulaylik ato qildi. Sizlar xaloyiqqa barakat ekansizlar dedi. Allah sizlarga mushaqqatni xolamaydi. Ya'ni sizlarga qiyinlashtirmay, balki qulaylashtirib berdi. Kesel yoki suv topolmagan ahvolda kengchilik qilib tayammum qilishga ruxsat qildi. Bu Alloh taolaning sizlarga rahimdillik qilganligidir. Alloh taolo tayammum qilishi kerak bo'lgan kishiga nisbatan ba'zi tarafdan suvning o'rnida qilib berdi. Biz uni yuqorida bayon qilib o'tdik. Lekin Alloh shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ya'ni Alloh taolaning sizlarga qilib bergan kengchilik, qulaylik va rahimdillik ne'matlariga shukr qilishinglar uchun shunday qilindi. Tahorat ilib bo'lgandan keyin duo qilish to'g'risida. Tahorat ilib bo'lgandan keyin duo qilishga targ'ib qilgan hadislar bor. Chunki duo qilguvchilar yuqoridagi oyatga amal qilgan paklanguvchilarning qatoridan bo'ladi. İmam Ahmad, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Uqba ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bizning to'yga beqish vazifamiz bor edi. Menga beqish niyati kelganda to'ylarni kechda qo'tonlarga qaytirib keldim. Del shu chaqda payg'ambar alayhisalom o'ri turib kishilarga so'zlayotgan ekan. Va uning har qanday bir musulmon tahorat olganda tahoratni komil elib butun vujudi bilan Alloh taologa yuzlanib 2 rakat namoz o'qiydi ekan. Uningga jannat berilmay qolmaydi deganligini anglab men nima degan yaxshi so'z deyishimga yenimdagi birisi menga uningdan ilgari qilingan so'z texmi yaxshi edi dedi. Men so'zligichiga qarasam u Umar ekan. Umar yana mundaq dedi. Men sening kechikib kelganligingni ko'rdim.
Peygamber aleyhisselam sizlerinin qaysinglar taharet alganda taharetni kamil edip eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deydiken onunla cennetin şeksiz 8 darvozasi, onunla cennetin 8 darvozasi içilip gidiyor. O xalagan darvozdan kirdi dedi. Bu hadis İmam Müslim'nin hadisida mushundaq bayon qilingan. Taharet ilishning fazilati to'g'risida. İmam Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmon yoki mu'min banda taharet alganda yuzini yuvsa, ko'zi bilan qarab qilib qo'ygan barliq gunohi Musulmon yoki mu'min banda taharet alganda yuzini yuvsa, ko'zi bilan qarab qilib qo'ygan barliq gunohi yuzini yuvgan suv bilan yoki shu suvning oxirgi tomchisi bilan chiqib ketadi. İki qo'lini yuvsa, qo'li bilan tutib qilib qolgan barliq gunohlari qo'lini yuvgan shu suv bilan yoki shu suvning oxirgi tomchisi bilan chiqib ketadi. Putini yuvsa, puti bilan mengib qilib qolgan gunohlari putini yuvgan shu suv bilan yoki shu suvning oxirgi tomchisi bilan chiqib ketadi. Taharetni ilib bo'lganda u odam gunohdan poklandi. Bu hadisni İmam Müslim rivoyat qilgan. İmam Müslim Abu Malik Ash'aridan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Pokizlik iymonning yerimi. Elhamdülillah degan söz tarozini to'ldirdi. Subhanalloh ve Allahu akbar degan söz osmon bilan zaminning oraliqini to'ldirdi. Roza panoh ve savr nuridir. Sadaqa isbotdir. Qur'on bo'lsa sening foydangga yoki ziyningga hujjatdir. Hamma kishi at deganda bir ishni boshlaydigan bo'lib yo o'zini setib olib ozod qilib o'tadi yo halokatga tashlaydi. Hamma kishi at deganda bir ishni boshlaydigan bo'lib yo o'zini setib olib ozod qilib o'tadi yoki halokatga tashlaydi. Yana İmam Müslim İbn Umar radhiyallohu anhumaning Payg'ambar alayhisalomdan mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala elingan o'ljidan o'g'irlangan moldan qilingan sadaqani qabul qilmaydi. Shundaqla namozni tahoratsiz qabul qilmaydi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Maide surəsinin 6. ayetinin tefsirini anladınlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.